qancha xarajat bo'lgan deysiz shu to'yga? Pochkadan oshib ketganmiz ekan. Pochkadan? Yo'q, qanaqa pochka? Shvetskiy stolni ko'rdingizmi? Qanaqa ahvoldaligini? Aka, pochka emas, kamida bir 20-30 pochkani gapiring. Joyi ko'ryapsizmi? Dekoratsiya, gullar, ichkaridagi joylar, u menimcha kiyinishini o'ziga ancha-muncha pul ketgan. Kommentariyada yozib qoldiringlar, qancha примерно pul ketgan. Kelin bilan kuyovlar mana fotosessiya qilishyapti. Mana bu yerda qarindoshlar, hammani kiyinishi seryo'zlik ekan. To'g'risini aytsam, bular oldida o'zimni bir juda bir kambag'al insondek chustvot qilyapman to'g'risi. Eng boy hindlarning to'yi qay tarzda o'tadi? Bemalol ko'rishinglar mumkin. Men bitta shvetskiy stol polniy ovqatlarni olib, основной zalga, ya'ni to'yxonaga o'tib ovqatlanishadi. Bu yerda ham o'tirishibdi. To'yxonasiga nechi baho? Kommentariyada o'zlaringiz yozinglar. Mana o'tirishlar realni eng boy tabaqadagi insonlar. Sizlar so'radinglar, biz videoga oldik. Boylarni ham, kambag'allarni ham to'yi, kambag'allarni to'yini o'zi qo'ygandik. Plus podpiska bitta bosib qo'ying. Hind to'ylarida nimasiga men tan berdim? Bizdagidek isrofgarchiliklar yo'q. Mana desertlar xohlagan odam olishi mumkin va mana ovqatlar. Tomonam hali ham desert. Mana ovqatlari. Masjidlardan polniy ovqatlarni tarelkaga olib, bu yoqqa kirib, o'tirib yeyishadi. Mana ovqat. Hello. Shu jihatiga tan berdim. Bekorki isrofgarchiliklar yo'q. Hindlarni to'yini nimasi zo'r? Luboy mehmon kelib, bemalol ovqatlanishadi. Va biza turistlarga bunaqa hozir bir xil bu yerda kirib yurishimizning sababi shundaki, kelin kuyov uchun eng zo'r podarka to'yda turist kelib, to'yda qatnashgani bo'ladi. Bu yoqda bolalarga maqtanishadi. Bizning to'yimizga mana bunaqa davlatdan turist kelgan deb. Ana shunaqa narsalar ham bor ekan. Hindistonliklar boylarini, boy tabaqadagi insonlarni to'ylari mana shu tarzda. Qaranglar. Qancha примерно xarajat bo'lgandir mana shu joyga? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozinglar qani. Mana bu tansivalniy ansambl. Bu yerda artistlar bor edi, уже ketishyapti. Sagina kechroq keldik, lekin menimcha eng takoy qiziqarli joylarini polniy syomka qilishga ulgurdik.